kompyuterda qilingan bo'lsa kerak dedim, lekin hozir Vrachga siz nima deysiz? Vrachga ham bering savol yetib qo'yadi. Uyda xonadon egalarini o'g'illari kenjasimisiz? Kattasi ekan. Hozir maktabdan keluvdi, hozir aytdimki, uka, to'g'ri. menga qilib bergan narsang telefondagidaqa chiqmadi-yu, telefon. Mana to'g'risi dorozadan shuni kirganimda ko'rdim-u. Haqiqatan o'sha aboylar tanlashda ham ularni adashmovchi mehmonlarni maza qilib o'tirganda bu narsa chiqib ketadi. Bu narsa maza qilib yuboradi-da odam. Undan tashqari Как раз adashaganmiz, voy. gap yo'q. Ustoga sizga ham yoqdimi ishlarimiz? Ko'nglimizda edaqa chiqdi. Natijada patologiya. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Juda chiroyli holat. Sizlarga boshida videolar kelib telefonda ko'rsatganman, videolarini ko'rib turib, qanaqadir effekt berilgan rasmga o'xshatgan bo'lsalaring kerak. Buni boshidan o'yladim, bu kompyuterda qilingan bo'lsa kerak dedim, lekin hozir o'zimiz ish jarayonida ko'rib bordik, haqiqatan ham ideal darajada ish qo'ygan. Chiroyli holatda chiqdi. Butun O'zbekiston ahliga, misol bizni bitta O'zbekistondan emas, Yevropalardan misol musofirda ishlayotganlar ham ko'ryapti. Mana hozir ham WhatsApplardan, Telegramlardan yozishyapti. O'sha bu haftada endi mana yozyapman, o'sha legenda bo'ldi. Ko'p zakazlar o'sha bag'dan ko'proq tushyapti. Manaqa qaraganda. Xudo xolasa yozyapman, olg'a bosamiz Olg'a, gazini. gazini bosaverasizlar. Gruppalarga Tarqatib tarqatishlari mumkin. Ishga javob. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Butun bizni kuzatib turgan obunachilar, mana bugun Farg'ona viloyati Yozyovonga keldik. Bu yerda Yozyovonni qayta aka bu yer? Yozyovonni Xonobod MFAga keldik. Xudo xolasa bu yerda ham mana ayvonga chiroyli holatda mana natijali patologlarimiz bitdi. O'sha o'tgan safargi videoda ko'pchilik vizitlarni qilib telefon qilayotganda figuramizni bo'yi xullas qisqaroq, o'sha 4 sm joy qolyapti, natijali patolog tortsak bo'laveradimi deyotganlarga mana ustakalarimiz o'zlari ham chetda ajoyib, o'zi men shu narsani o'zi hayolimdan o'tkazgandim, shunaqa narsa chiqishini. Xullas ajoyib chiroyli holatda chiqdi. Hozir buni yaqindan video syomka qilib chiqaraman. Ashu qirg'oqdagi figuraga tekis qilib olishgan, o'sha mana ramka holatda chiqqan. Qagaligi fotoboylarni yopishtirib, ramka holatda qilingandaqa ajoyib ideal holatda turadi. Ustakalarimiz nomerini ham aytib ketamiz, telefon nomerlarini aytib o'rsalaring. 94lik kodi bilan 014 95 50 53. Ustakamning nomerlari aboy yopishtirish xizmatlari bo'lsa, o'zlariga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ekrandagi nomerlarga 670 40 60 raqamlari biz natijali patolog xizmatimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ustakam o'zlari ham videoda qiziq joy mana kelyapti. Ustakam o'zlari ham hozir telefonda gaplashishyapti. Ha, Telegramdan rasmlarni tashlab olamiz aka. Ha, bo'ldi aka, xo'p. Bo'laveradi. Bo'ldi, aka siz tashlab bersangiz, xudo xolasa ertaga o'tib ko'rishimiz mumkin. Qadrli obunachilar, Bo'laveradi aka, xo'p. mana shu ishlarni bitkizgan ustakamizni Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoga, charchamasdan. Ishlar bilan rahmat, xudoga shukr. Qasamayapsizlarmi? 2 kun oldin kelganimda to'g'risi bu yer bir ajoyib divorlari ham ko'rinish holat turadi, ancha chiroyli holatda mana bitibdi aka. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa mana natijali patologda zakaz qildik, 2 kun ichida zarurda ishlarimiz xudo xolasa holatda zakazlar keldi, bitdi. Mana aboylarni qildik, qo'limizdan kelgancha zo'r chiqdi, haqiqatan men ham ko'rdim. Rasam u aboyni ham nimalariga, gullariga ham mos chiroyli chiqdi. Mana plyontuslarni ham o'ziga moslar, hovuzini ham chiroyli qilib, endi did bilan tanlanganligi uchun har tomonlama o'ziga yarashgan. Yarashib turibdi. Juda chiroyli chiqdi. Mana to'g'risi dorozadan shuni kirganimda ko'rdim-u, haqiqatan o'sha aboylar tanlashda ham ularni adashmovchilik bo'lmagan, juda ham chiroyli holatda chiqqanda. Bu hali boshlanishi aka. O'zi anchadan beri ish qilardik, YouTube tarmoqlarga chiqmasdik. O'shanga men hozir ishlaringni ko'rib turib, men to'g'risi yaxshi chiqqan joyda men to'g'risi odamlarga ham tavsiya qilishni xohlayman. Qadrli obunachilar, mana shu Yozyovon territoriyalarimiz, Farg'ona territoriyalar bo'lsa, ustakalarimiz xizmati nomerlarini qoldirib qo'ydik video boshida. O'zlariga aloqaga chiqaverasizlar. Natijali patolog xizmati kerak bo'lsa, yana o'sha o'zimizga 670 ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Ustaga natijali patolog nomeri deng. Sizlarga yoqdimi aka ishimiz? Ustaga sizga ham yoqdimi aka ishlarimiz? Ko'nglimizda edaqa chiqdi, natijali patologiya. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Juda chiroyli holatda. Sizlarga boshida videoda kelib telefonda ko'rsatganman, videolarini ko'rib turib,
qanaqadir effekt berilgan rasmga o'xshatgan bo'lsalaring kerak. Buni boshida men o'yladim, bu kompyuterda qilingan bo'lsa kerak dedim, lekin hozir o'zimiz ish jarayonida ko'rib bordik, haqiqatan ham ideal darajada ish bo'lgan. Chiroyli holatda. Butun O'zbekiston ahliga, misol bizni bitta O'zbekistondan emas, Yevropalardan misol musofirda ishlayotganlar ham ko'ryapti. Mana hozir ham WhatsApplardan, Telegramlardan yozishyapti. O'sha obunachilarimizga shu narsani o'zlaring tavsiya qilaverasizlar, ustaga mana xolisizlar mana. Biz buni tavsiya qilishimiz u yoqda tursa, aka, xudo xolasa o'zimiz ham uylarimizga qilmoqchimiz. To'g'risi, shu chet elda yurgan yurtdoshlarimizga, shu yerda o'zimiz O'zbekistondagi vatandoshlarimizga ham tavsiya qilamizki, sifatiga a'lo darajada gap yo'q. Xizmatlari chotki, har tomonlama ideal. Men lekin sizlar ishlaringda mana bu qirg'og'iga qo'ygan narsalaringni ko'rib turib, natijada yana ham ochganiga bir o'zimni ko'pchilikni o'ylantiryapti. Ko'p ustalarda ko'ryapmiz. Hali birovni yomonlashmas, ashqirog'ida ishlovini berishgacha adashmovchilik bo'lyapti-da, to'g'ri bo'lmayapti. Hozir men bu narsani kelib ko'rdim, haqiqatan men ko'nglimdagi narsani qilgansizlar aka. O'shaning uchun men to'g'ri yurakdan nomerlaringni qo'yib qo'yyapman. Xudo xolasa obunachilar va ustagalarim nomeri telefon ekrandagi xullas nomerlarga aloqaga chiqib qo'yasizlar, xudo xolasa. 91lik nomeri bilan 681 7303 nomeriga telefon qilsanglar ham bo'ladi. U o'zimning shaxsiy raqamim. Usta Rustam bo'yman. Undan tashqari Kagras adashganmiz, voy. Gap yo'q. Kagras o'zim adashmagan, o'zi chiroyli qilib qilamiz. Yana bitta ustakamiz bor, mana shu yerda ishlayapti, qadrli obunachilar. Akajon, sizni ham bir suhbatga tutamiz. Mana o'zingiz aka, siz ham ko'rdingiz, xolisiz aka, bu narsani emas, chiroyli holatda chiqdi aka mana. Obunachilarimizga, butun O'zbekiston ahliga tavsiya qilaverasizmi aka? Ha, iloyim hammaga nasib qilsin bu. Aytishmay patadeb biz o'ylagandan ham darajali chiroyli va sifatli arzon hamyonbop chiroyli chiqdi biz o'ylagandan. Olib kelganingizda boshida chaqirganimizda boshqacha tasavvur qilgan edik. Abo'ylar yopishtirib, to'kalar yopishtirganimizdan keyin haqiqatan chiroyli chiqdi. Bu video chiqarishimizdan maqsad to'g'ri Yozyovon territoriyadan video olganimiz yo'q edi. Maqsad mana shu yerda ham ko'p odamlar ko'radi. Ko'p odam bizni Yozyovon territoriyadan klientlarimiz ko'p, pastdan kelib turamiz. O'sha odamlar ham o'zlari ko'rib, baho berib, misol videomizni kuzatishadi. Shuning uchun chiroyli video qilishga qaror qildik aka. Bratishka, siz nima deysiz? Bratishkaga ham bering, savolga yetib qo'yadi. Uyda xonadon egalarini o'g'illari kenjasimisiz? Kattasi. Kattasi ekan. Hozir maktabdan keldi, hozir aytdi, ukaxon gapirib bering mikrofonga dedi. Hozir qalay chiqdi? Yoqdimi uka sizga? Menga o'zimga yoqdi. Chiroyli. Ajoyib chiroyliligi yoqdi. Pechatlar haqiqatan ham tiniq ekanmi? Videoda ko'rganlaringdan. Salasi dahshat. Natijada yoqqan tomoni aka. Butun. Hali stik bo'lmas ekan, boshqa bo'lmas ekan aka, to'g'risi. Bu gullari 3D holatda bo'lib, bo'rtib chiqqanligi menga juda yoqdi, to'g'risi aka. Xudo xolasa, haqiqatan ham o'sha misol ko'pchilik aytyapti, videoda fon beriladi, tiniqlashtirib, unaqa narsa yo'q. Biz qanday bo'lsa, real holatda qanday bo'lsa, o'sha narsani olib chiqamiz. Hali unga effekt berib, unga tiniq bo'lishi unaqa emas. Chunki qilib berganingizdan keyin ham u video egasi ko'radi u narsani. Men telefonda zo'r olgan bilan uka, menga qilib bergan narsang telefondagidaqa chiqmadi-yu, telefonda tiniq edi deb haligi unaqa bo'lib qoladi odam. O'shuning uchun maqsadimiz o'sha sizlardan ham savolga tushgan maqsad shu narsani o'zlaringdan eshitsin deb nima qilyapmiz-da aka? Aka, ishlaringizga omad. Shu YouTube kanaliga qo'yiladigan bo'lsa, akaga bemalol, bexijolat chiqaverasizlar. Xudo xolasa, Yozyovonliklar, qadrli obunachilar, Yozyovon mana shu haftaning ichida 2-3 joydan Yozyovondan klientlarni oldi ishlarini. Xudo xolasa chiroyli holatda qilib beryapmiz. Bu haftada endi mana Yozyovon o'sha legenda bo'ldi. Ko'p zakazlar o'sha bag'dan ko'proq tushyapti. Nariga qaraganda. Xudo xolasa Yozyovon olg'a bosamiz gazini. Gazini bosaverasizlar. Guruhlarga tarqatib bemalol tarqatishlaring mumkin. Ishga javob. Natijali patologiya xudo xolasa xijolatli bo'lmaydi. Ko'ngildan ham ortiq darajada qilib berishga harakat qilishyapti ustagalarimiz. Rahmat ustaga. Sog' bo'linglar, sizlarga ham kattakon rahmat. Doim sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xudo xolasa yana xizmatlar bo'lsa kelamiz. Bu videomiz oxirgisi emas. Yana xudo xolasa yangi obyektlarni olsalaring boramiz. O'sha yerda ham kerak bo'lsa mana bu gullarni yana ham boshqacha variantlari bor. Ularni ham xullas obunachilarimizga, butun O'zbekiston ahliga xudo xolasa chiroyli video qilib chiqaramiz. Maqsadimiz xalqimizning xizmatida bo'lish. Mana shunday chiroyli uylarni chiroyli qilib, mana shu o'zbek to'ylarda maza qilishib, bag'ri dilim ochilib, o'z yashnab yashab, o'sha menda maza qiladigan aka eng zo'ri menda dasturxonlarni solib o'tirib, mehmonlar maza qilib o'tirganda bu narsa chiqib ketadi. Bu narsa maza qilib yuboradi odam. Boshqacha nima beradi, emotsiya beradi.
O'shada. Ishlarga omad aka. Qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Shaxsan razmerlarni o'zim o'lchaganib boryapman. Bu yerga ham o'zim keldim o'lchagan. To'g'ri, o'zingiz kelib. O'zim tavsiyalarni berishib yordimman aka. Tanlashda ham. Har tomonlama ustagamiz Hammamizga yoqdi bu yil, to'g'rimi? Hammamizga yoqdi. Juda chiroyli chiqdi. Bundan keyingi ishlarimizni Xudo xolasa hamkorlik qilamiz yana. Xudo xolasa. Bundan ham go'zal ishlar qilishga harakat qilamiz. Yo'q. Bu ham bir haligi nima desam bo'ladi? Esdalikda narsada bu ham odamlar yaxshilik oladi. Bir-birimizga bu ham esdalik bo'lib qoladi. Klientlar telefon qilishaveradi. Bo'ldi, Xudo xolasa bundan tashqari abo'y ishlaridan tashqari pol patolog, shpakilovka ishlarini ham qilamiz. Qo'limizdan kelganicha ideal darajada imkoniyatlar qilib beramiz. MDF, dekor plast, gipsokarton, hammom ishlarini ham, santexnik ishlarini ham. Ha, kafelik ishlar ham ketaveradi. Qadrli obunachilar, podkurchki ish qilamiz ko'proq. Juda yaxshi. Qadrli obunachilar, mana usta akam nomerlarini videomiz boshida qo'yib qo'yganmiz. Usta akam nomerlari og'zaki xullas aytib qo'yib qo'yganmiz. O'sha nomerlarga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ishlaringiz abo'ylarni ham haqiqatda ideal holatda qilishgan. Birorta joyda men to'g'risi chok ko'rganim yo'q, tiniq ideal holatda chiqqan. Rahmat sizlarga ham kattakon, xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Ustaga rahmat sizga ham. Sog' bo'linglar. Aka siz ham gapirasizmi mikrofonga? Bo'ldi, endi xonadon egalaricha tortinchoqliklari bor, o'shancha birovni majburlamaymiz, qadrli obunachilar. Xizmatlar bo'lsa, akamizda nomerimiz ham bor. Natijada Bo'ldi, xudo xolasa. Legenda bo'ldi. Chotki chiqdi mani Yo'qda aka, xudo xolasa. Podsvetkalarni biz to'g'risi qo'yishni xohlamadik. Siz aytganingizdan keyin podsvetka qo'ydik, mana o'zi boshqacha. Bizga bu qo'shimcha ish. Qo'shimcha ish prosta ishni ideal holatda ham ko'rsatish uchun diod tavsiya qilamiz. O'sha Ko'proq misol elektriklarda misol metrini 20 mingdan qo'yib berishayotgan bo'lsa, ustanovka narsa. Bizda unaqa emasda, bizda arzonroq qilib beramiz, ishtovi. Uyda egalariga chiroyli, ishimiz chiroyli yoqish kerak, o'shuning uchun. To'g'ri. Chiroyli holatda. Xudo xolasa, yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Rahmat sizlarga ham. Xo'p, salomat bo'ling. Rahmat.